O'z uying, o'z xonang, lekin eshik ortida seni o'lim va xiyonat kutayotganini bilsang nima qilarding? Akram o'sha kecha uyiga kutilmaganda qaytmaganida, nafaqat o'z o'limini, balki ayolining eng iflos sirini ham bilmay qolar edi. Qasos, xiyonat va kutilmagan qurbon. Bugun sizga aytayotgan hikoyamiz taqdirning eng achchiq o'yini haqida so'zlab beramiz. Akram shahardagi eng boy odamlardan biri edi. Lekin uning boyligi ortida ko'plab dushmanlar yashiringanini u bilmasdi. O'sha kuni Akram xizmat safaridan bir kun oldin yarim tunda uyiga kutilmaganda qaytdi. U ayoli Layloga syurpriz qilmoqchi edi. Ammo syurprizni o'zi kutib turgan ekan. Uyga sekin kirib, yotoqxona eshigini ochganida ko'zlari qorong'ulashib ketdi. O'zining eng yaqin do'sti va sobiq sherigi Sanjar xotini bilan birga edi. Akramning qo'li qaltirab, devordagi chiroqni yoqib yubordi. "Sanjar?" "Laylo", Akramning ovozi bo'g'ilib chiqdi. Lekin Sanjar qo'rqmadi. Aksincha, u Akramga qarab sovuq iljaydi va qo'lidagi to'pponchani unga to'g'riladi. "Kech qolding, Akram", dedi Sanjar. "Sen meni qamoqqa tiqtirib, boyligimni tortib olganingda men qanday yashaganimni bilmaysan. Laylo bilan biz allaqachon hammasini rejalashtirib bo'lganmiz. Bugun sen baxtsiz hodisa tufayli dunyodan ko'z yumishing kerak edi." Laylo chetda sovuqqonlik bilan qarab turardi. U pullarga o'ch va Akramdan qutulib, uning bor davlatiga ega chiqmoqchi edi. Sanjar tepkini bosishga tayyorlandi. Akram o'z o'limini kutib ko'zlarini yumdi. Lekin shu payt pastki qavatdan qattiq portlash va qichqiriq ovozi eshitildi. Sanjar shoshib uyoq-buyoqqa qarardi. Pastda Akramning soqchilari emas, balki Sanjarning o'zi yollagan qotillar kutilmaganda uyga bostirib kirishgan edi. Gap shundaki, Laylo Sanjarga ham xiyonat qilgan edi. U Sanjarni ham yo'qotib, hamma aybini unga to'nkash va boylikka yolg'iz egalik qilish uchun boshqa bir to'da bilan kelishib qo'ygan ekan. "Nima qilib qo'yding, Laylo?" Sanjar baqirib yubordi. Uydagi tuman va tartibsizlikda Laylo qochib chiqmoqchi bo'ldi. Lekin o'zi qo'ygan tuzoqqa o'zi tushdi. U poldagi qimmatbaho sirpanchiq marmarda sirpanib ketib, zinadan pastga quladi. Esa o'ziga qaratilgan o'qdan qochib derazadan sakrab g'oyib bo'ldi. Akram bir necha daqiqa ichida ham do'stidan, ham ayolidan ayrildi. U tumanli uyda yolg'iz qoldi. Hamma yoqni qon, xiyonat hidi tutgan edi. Shu payt uning kichkina qizi xonaga kirdi. "Dada, nega hamma yig'layapti?" dedi u qo'rqib. Akram qizini bag'riga bosdi. U tushundi. O'limdan uni na puli, na soqchilari, faqatgina farishtadek begunoh qizning borligi qutqarib qolgan edi. Xiyonatkorlar o'zi qazigan choqqa o'zlari qulashgan edi.